Odamlarga ham hayronsiz deb bor, nima deydi? Bittasini oldiga bordim, belimni chiqazib yubordim deydi bor. Qanaqa qilib belingizni chiqazib yuborish mumkin? Belingizni chiqazib yuborib yura olmaysiz-ku. Manualniy terapiya siz o'ylaganchalik qo'rqinchli narsa emas. Aslida u mazza, rohat, bellaringiz, muskullaringiz mazza qiladi undan keyin. Uyqularingiz yaxshilanadi. Muhammadjon aka, manual terapiya nima? Manual terapiya deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Bu massajmi, nima? Manualniy terapiya deganda bu qo'l bilan davolanish usuli hisoblanadi. Muskullar, mushak, yengil to'qimalarni tiklashga yordam beradigan muolaja turi. Manualniy terapiya qilishdan maqsad spazmlarni yechish, harakatlanishni tiklash va bo'g'imlarni jismoniy kuchini kuchaytirish. Muhammadjon aka, manual terapiya kimlarga kerak bo'ladi? Qanaqa muammosi bor insonlar sizga murojaat qilishi kerak? Manualniy terapiya o'zi aslida hammaga mumkin. Me'yorda, professionalizm, hamma narsani ishlatib, eng avvalo individual yondashish kerak. Bitta bemorga shaxsiy, masalan, e'tibor bilan, mas'uliyat bilan yondashish eng muhim hisoblanadi manualniy terapiyada. Manualniy terapiyada kimlarga mumkin? Eng avvalo, eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu bel og'rig'i, ya'ni grija, protruziya, osteoxondroz, kifoz, lordoz, skolioz kasalliklariga manualniy terapiya juda foydali bo'ladi. Yana qanaqa kasalliklar bo'lishi mumkin? Bu bo'g'im kasalliklari. Tizza, son, muskullar, yelka, bo'yin, tirsak, qo'l, barmoq, inson tanasidagi tashqi ko'rinishdagi hamma joyiga manualniy terapiya elementlarini ishlatsa bo'ladi aslida. Muhammadjon aka, manual terapiya bilan massaj orasida qanaqa farq bor? Ko'pchilik bularni ajrata olmayapti. Keling, shularni ajratishga o'z yordam bering, tushuntirib bering bizga. Oddiy qilib tilda aytib beraymi sizga? Manualniy terapiya bilan massaj o'zi aslida bir oila hisoblanadi. Hamma massaj turida, hamma massaj turlarida gapirmasdan qilinadi. Bemor va patsient o'rtasida muloqot bo'lmaydi. Lekin manualniy terapiyada faqat gapirish kerak. Patsient bilan muloqot qilib, gaplashib, hazil-huzul, ya'ni bu nimaga ishlatiladi? Bu chalg'itish uchun ishlatiladi. Masalan, bir joyga, masalan, mana shu qo'lni qirsilatish uchun ham uni chalg'itish kerak. Agar u tonusda bo'lsa yoki spazmi bo'lsa, u o'zini bo'sh qo'ya olmaydi. O'shaning uchun chalg'itib qilinadi. Lekin massajda esa inson o'zi xohlab yotadi. Xohlab yotadi. Unda og'riq bo'lmaydi. Masalan, massajga borgan odam u joyim og'riyapti, massajga boraman demaydi aslida. Massaj bu inson tanasi uchun, mushaklarini rohat olish uchun, o'zini yengilligi uchun boriladi. Lekin manualniy terapiyada yuqorida ko'rsatib o'tilgan muammolarim, bel og'rig'i, protruziya, grija, osteoxondroz, kifoz, lordoz, skolioz, bular masalan qomatda qiyshayshi yoki burilishi yoki masalan qiyshayishlariga o'sha tanani, masalan oyoq, qo'l, yelka, bo'yin, bel og'ruvlariga manualniy terapiyaga boriladi. Manualniy terapiya eng asosiy maqsadlaridan biri bu og'riq qoldirish. O'shani adashtirmaylik. Eng katta yutug'i og'riqni qoldiradi. Muhammadjon aka, manual terapiyada davolanish jarayoni qanday bo'ladi? Manual terapiyada eng avvalo patsient bilan muloqot bo'ladi. Birinchi navbatda bu degani tashxis qo'yiladi. Tashxis qo'yilgandan keyin ular bilan suhbatlashadi. Nimadan paydo bo'ldi? Og'riqlar turlari juda ko'p-da. Masalan, orttirilgan bor yoki irsiy bor yoki masalan travma bo'lishi mumkin. Farqlab olish kerak-da, uni shuning uchun individual yondashish kerak manual terapiyada. Manualniy terapiyada masalan bitta bemor keldi, oyog'im og'riyapti deydi. Masalan, oyog'i azaldan og'rishi mumkin-da, masalan. O'shani bellarini tekshiriladi, tochkalarini tekshiriladi, yaxshilab eng avvalo tashxis qo'yish kerak. To'g'ri tashxis bu eng masalan davolanish 50% natijasi aslida. Masalan, oyog'ida og'riq bo'lsa, u aslida belda bo'lishi mumkin. Belda grija bo'lsa, oyog'iga og'riq bergan bo'lishi mumkin. Masalan, xo'p, tashxis yaxshilab qo'yilgandan keyin unga kurs lecheniya yoziladi. Masalan, birinchi navbatda necha kunligi aniqlab olinadi. Kuniga necha soatga kelinishi aniqlab olinadi. Reabilitatsiyami yoki yotib davolanadimi yoki masalan soatga kelib ketadimi, 1 soat, 2 soatga kelib ketadimi? O'sha hamma narsa aniqlab olinadi, tashxis qo'yilib olinadi birinchi navbatda, keyin muolaja boshlanadi.
manualniy terapiya qilishdan oldin eng avvalo birinchi bo'lib bo'g'imli, muskul, mushaklarni bo'shatiladi. Yaxshilab. Siz ko'rayotgan Instagram, YouTube, ijtimoiy tarmoqlarda qirsillatishlar bu eng muhim elementlar qo'yiladi. Avvalo undan orqasida, kadr orqasida juda katta mehnat o'tadi. Masalan, fizlicheniya, olovli sochuv, olovli bank, udarniy manual terapiya, lazerlar bilan bo'shatib olinib, keyin manualniy terapiya qilinadi. Muhammadjon aka, xalqimizda bitta gap bor, bu qirsilatishlar zararli, kelajakda buni asorat qilib qoladi yoki bu xavfsiz degan tushunchalar bor. O'zi manual terapiya xavfsizmi? Hop, 6 yillik tajribamdan kelib chiqib, juda ko'p shogirdlarim borligini hisobga olib, manualniy terapiyani har bir bemorga individualniy, ya'ni shaxsiy e'tibor bilan qarashimiz bu shogirdlarimizga ham bog'liqda. Nega buni aytib ketaman? Chunki bog'liqlik jihati bor. Har bir shogirdimizni o'zimiz tanamizda his qilib ko'ramiz. Uni tayyorlash jarayonlari. Manualniy terapiyada kuniga bitta shogird bilan o'rtacha 1 soat ishlasak, 2 soat ishlasak, nechta joyimiz qirsillaydi. Masalan, shaxsan o'zimni nazarda tutaman, boshqalarni bilmayman. Qirsillatib, o'zimni hamma joyimni qirsillatib yoki to'g'ri qiladi, noto'g'ri qiladi. U to'g'ri qilguncha bizani necha marta noto'g'ri qiladi. Masalan, o'rganadi. 6 yil davomida necha marta o'zim qirsillatilgan. Amerikalik olimlarni kuzatish natijasida ikkita qo'l barmog'ini qirsillatishibdi 6 oy davomida. Masalan, bu barmog'ini 6 oy qirsillatilgan, bu barmog'ini 6 oy qirsillatilmagan. Bu qo'l masalan nazarda tutaman-da. Bu qo'lini 6 oy qirsillatilgan, bu qo'lini 6 oy qirsillatilmagan. Eksperiment qilingan, to'g'ri aytasiz. Kuzatishlar natijasida 6 oydan keyin bu qirsillatilgan qo'li qirsillatilmagan qo'liga nisbatan 2 barobar mustahkam bo'ladi. Masalan, manualniy terapiyani olmaylik. insonni fitratida bor-da. Prosta buni qirsillatish. Kim unga qarshilik qila oladi? Shun bilan yengil bo'lsa, masalan, mutaxassis bo'lib turib, men ularga aytsam, qirsillatmaylar yoki Instagramga chiqib yoki YouTube'ga ijtimoiy tarmoqlarga chiqib qirsillatmaylar deganim bilan, masalan, u shun bilan komfort o'zini yengil his qilyapti-ku. Bemalol masalan qirsillatish mumkin. Uni kelajak yillar davomida masalan qirsillatib kelgan meni 93 yoshli dodam, rahmatli dodam qo'llarini qirsillatgan ekanlar, bellarini qirsillatib yurgan ekanlar doimiy ravishda. Hech qanaqa yomon ta'sir ko'rsatilmagan. Men ishlarimiz davomida juda ko'p kuzatishlarimiz bor. Umuman xavfsiz, to'g'ri, xavfli bo'lishi mumkin, professional mutaxassis bo'lmasa. U sharoitida yoki umuman ko'rmagan odamga masalan birinchi marta o'zinglarni topshirishingiz balkim xavflidir. O'zinglarni taninglar, bu qaytmas. O'shaning uchun o'zinglarni taninglarni iloji boricha professional odamga ishonib topshirishinglarni tavsiya qilaman. Muhammadjon aka, manual terapiya orqali siz eng esda qolarli holatda qanday natijaga erishgansiz? Yana shu savol. Eng yaxshi ko'rgan savollarimdan biri bu. Manualniy terapiya orqali bizga o'zi juda ko'p odamlar shu bel og'rig'i bilan kelishadi. Ya'ni grija. Spondyloarniy artroz, artroz, shunaqa. Bir kun bir bemorim keldi. 10 mm-likdan ikkita L4, L5 S1 qismida grija bor. Ikkita 10 mm-lik. Bu degani 1 cm-dan ikkita grijasi bor. 10 kun davoladim. Bir xil og'riq. 2 kishi olib keladi, 2 kishi olib ketadi. 2 kishi olib keladi, 2 kishi olib ketadi. Tasavvur qiling, 10 kun 1 gram rezultat bo'lmagan. 1 gram rezultat bo'lmagan. Kurs lecheniyalarimiz 12 kundan 15 kungacha. Masalan, 10 kun. Ishonasizlarmi? Masalan, bizani sohadagilar, men o'ylayman, giperaktiv. Buni meditsina sohasidagilar biladi. Insonlar, masalan, ambulansiya, ya'ni tez tibbiy yordamda giperaktiv odamlar ishlaydi. Eng qiyin ish, masalan, giperaktiv insonlarga, juda psixologik hamda. Shu odam meni 10 kun deyarli uxlashga majbur qilmaganda, uxlatmagan kechasi. O'ylab chiqqanman, qilmagan muolajam, so'ramagan ustozlarim qolmagan. Nima qilsa bo'ladi? MRTlarni qayta fotokompyuterni tomografiyalar hamma narsasini qilganman. Oxiri 11-12 kunlardan o'sha rezultat bilingan. 11-12 kunlardan rezultat bo'lgan. 15 kundan keyin Xudoga shukr yaxshi bo'lgan.
rezultatlarimiz yaxshi bo'lgan, keyin 15 kundan keyin MRTga tushganlarida grijalarni so'rdirishga majbur so'rdirilgan, ya'ni to'g'ri butunlay bo'lmagan. 15 kunlikdan yana 2-3 seans kelganlar, o'shandan keyin umuman o'sha keyingi seanslarda o'sha og'riq bo'lmagan. Eng yaxshi rezultatlarimdan biri eslaganim, hozir sizga eslaganim shu. Lekin har kuni bunaqa rezultatlarni juda ko'pini ko'ramiz. Aziz kuzatuvchilarimiz, bir narsani bilib qo'yishingizni xohlayman. Bir doktorga borayotganingizda yoki kimgadir shifo uchun borayotganingizda bilib qo'yinglar. Eng avvalo ixlos. Siz kimgadir ixlos qilib borsangiz, o'shanda natija bo'ladi. Hammani elementi hammada standart bir xil, ko'pchilikda bir xil davolash usuli. Lekin insonga ixlos qo'yish kerak. Mana shu odamga boraman, men davolanaman. Mana shundan davo topaman deyishinglar kerak. Ana o'shanda farqi yo'q, u kim bo'ladi? Yosh bo'ladi, yosh mutaxassis bo'ladimi, yosh katta mutaxassis bo'ladimi, o'rta, qatlam bo'ladi, farqi yo'q. Lekin eng asosiysi ixlos bilan boringlar. Shu odamni tuzalaman deylar. O'sha 10 kun, 15 kun mobaynida muolaja paytida o'zi 10 kun, 15 kun bo'ladi, ko'pi bo'lmaydi. O'sha davomida ixlos qilib aytganlarini qilib bersanglar, xudo xolisa yaxshi rezultatlarga erishasizlar. Agar sizlarga manualniy terapiya yoki bel og'rig'i, inson tanasida qanaqa og'riq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shu quyidagi nomerlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Har kuni sizlarning xizmatinglardamiz. Iloyim kasal bo'lmanglar. Xizmatinglardamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.